$1000 bitgan obyektimizga bitta baho berib qo'ydi. Remont qilsan, remont bo'lgan fasad qismingiz mana shu arzon narxlarda remont qilmoqchi bo'lsangiz, remontimizga bitta baho berib qo'yinglar. Ustakalarning salonlarida mana shu chiroyli fasad qismi bitkazilgan karta mera fason ekan. Yaltirashni ko'ryapsizlarmi? Polirovka, lak, jemchuklargacha qilinadi. Ko'rib bitta baho berib qo'ysa, bugun bizlar 100 kvadratlik obyektga kelganmiz. Ustakalarning salonlarida mana shu chiroyli obyektimiz bitkazib berilyapti. Darvozaxonaga qismiga ikkita ramka tayyorlab berganlar. Eng qiziq joyi aytaymi sizlarga? Ramkalarning ichida xohlagan fasonlaringizni qilib berishadi. Bundan tashqari pat desalaringizga patlargacha qo'yib beradi. $10 bo'ladi 1 kvadrat metr. So'mda esa 120 ming so'm bo'lar ekan. Remontchiga bitta baho berib qo'yinglar. Hammasi usta akamiz tomonidan bo'lsa, menimcha juda ham ko'p odam remont qildirsa kerak. Aloqaga chiqasizlar, 12 ta viloyat bo'yicha xizmatlar bor. Sizlarning fasad qismlaringizda eng so'nggi rusumdagi fasonlarda remont qilib beradilar. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ko'rayotganlaringizdek, har bitta eshik deraza giritlariga mana shu chiroyli tiagalar berilgan. Bu tiagalarni ham xohlagan fasonlaringizni tanlab olsalaringiz bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar. Bugun sizlar bilan $1000 bitgan obyektni ko'rib chiqdik. Remont yo'qmi? Sizlarga yo'qmi? Ayniqsa narxi juda zo'r narxga bitgani. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu chiroyli obyektimizni 5 kun ichiga chiroyli holatga keltirib beribdilar. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ha, aytgandek, qaysi viloyatdan kuzatyapsiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring.